terapevt, ichki kasalliklar shifokori. Eng asosiy umumiy shifokor turidir. Yurak, o'pka, jigar, oshqozon, qon bosimi kabi ichki a'zolar kasalliklarini aniqlaydi va davolaydi. Ko'pincha bemorni birinchi ko'radigan shifokor, keyin kerak bo'lsa boshqa mutaxassislarga yuboradi. Pediatr, bolalar shifokori. Yangi tug'ilgan chaqaloqlardan tortib 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni davolaydi. Bolalarning o'sishi, emlash, oziqlanish va immunitetiga e'tibor beradi. Nevropatolog, nevrolog. Miya, orqa miya, asab tizimi kasalliklarini aniqlaydi. Kasalliklar: bosh og'rishi, uyqusizlik, falaj, insult, tutqanoq, epilepsiya, asabiylik, stress. Kardiolog yurak va qon tomir kasalliklari bilan shug'ullanadi. Yurak urishining buzilishi, yurak og'rig'i, gipertoniya, qon bosimi, yurak yetishmovchiligi kabi muammolarni davolaydi. Pulmonolog nafas olish tizimi, o'pka va bronxlar bilan bog'liq kasalliklarni davolaydi. Masalan, bronxit, astma, pnevmoniya, o'pka yallig'lanishi. Gastroenterolog oshqozon, jigar, ichak, me'da va hazm tizimi bilan shug'ullanadi. Masalan, gastrit, oshqozon yarasi, jigar yog' bosishi, ich qatishi va hokazo. Endokrinolog gormonlar tizimi, qalqonsimon bez, qandli diabet, sahar, semizlik kabi kasalliklarni aniqlaydi va davolaydi. Travmatolog, ortoped suyaklar, bo'g'imlar, mushaklar bilan bog'liq jarohatlar va kasalliklarni davolaydi. Singan suyak, chiqish, skolioz, belning egilishi, sport jarohatlari bilan ishlaydi. Oftalmolog ko'z shifokori ko'z bilan bog'liq kasalliklarni aniqlaydi va davolaydi. Masalan, ko'rishning pasayishi, ko'z bosimi, katarakta, allergik yallig'lanishlar. Lor otolaringolog quloq, burun, tomoq kasalliklarini davolaydi. Masalan, quloq og'rishi, angina, sinusit, burun bitishi. Stomatolog tish shifokori tish, milk, jag' va og'iz bo'shlig'i kasalliklarini davolaydi. Shuningdek, tish protezlash, tozalash, implantatsiya bilan shug'ullanadi. Onkolog, saraton va o'smalar bilan bog'liq kasalliklarni aniqlaydi, davolaydi va kuzatadi. Ginekolog ayollar salomatligi, homiladorlik, hayz sikli, bachadon va tuxumdon kasalliklari bilan shug'ullanadi. Akushen ginekolog homiladorlik va tug'ruq bilan ishlovchi shifokor. Urolog erkaklar siydik tizimi va jinsiy salomatligi bilan shug'ullanadi. Shuningdek, ayollarda ham siydik tufagi kasalliklarini davolaydi. Infeksionist virus, bakteriya va boshqa yuqumli kasalliklar, masalan gepatit, COVID-19, bezgak bilan shug'ullanadi. Psixiatr ruhiy kasalliklarni, depressiya, shizofreniya, asabiy buzilishlarni dori bilan davolaydi. Psixolog ruhiy holatni tushunishda, stress, qo'rquv, motivatsiya muammolarida yordam beradi. Dori yozmaydi. Gematolog qon kasalliklari bilan shug'ullanadi. Kamqonlik, leykemiya va boshqalar. Dermatolog teri, tirnoq va soch bilan bog'liq kasalliklarni davolaydi. Masalan, allergiya, sivilja, qo'ziqorin, ekzema. Radiolog rentgen, ultratovush, UZI, KT va MRT tahlillarini o'tkazadi hamda ularni tahlil qiladi. Laborant diagnost qon, siydik, najas,
DNK kabi laborator tahlillerini o'tkazadi.